Kuzatamiz. Navbahorda yana bir vaziyat, yuqoridan oshirildi, to'p himoyachi qaytardi. Va hakam penalti belgilayapti do'stlar. O'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan Buxoroga qarshi uchrashuvdan keyin jamoani o'yinga tayyorgarligi juda ham yaxshi bo'lgan. Xulosalar zo'r chiqarilgan. Mana bu yerda xavfli o'yin deb baholandi. Raqibni yuziga zarba berib yuborishi mumkin edi. Oyoq balandga ko'tarildi va Firdavs Norsafar zarbaga ruxsat berildi. Ruslanbek Jiyanov gol urib hisobni 0-2 ga yetkazib, Navbahorni g'alabasini mustahkamlayapti hozircha. 0-2 mehmonlar tabloda mana shu ikkita gol farqi bilan raqiblarga boy bermay qo'yganligiga ko'p baxt bo'lgandi, ayniqsa O'zbekiston chempionati bahslarida. Xalqaro o'yinlarni mayli bir chetga suramiz. Men O'zbekiston chempionatini nazarda tutyapman. Anchadan beri Paxtakor uyda bunday vaziyatga tushmagandi. Endi sherlar comeback amalga oshiradimi, yo'qmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha 0-2. Jiyanov penaltini qoyilmaqom tarzda amalga oshirib berdi. Ruslanbek Jiyanov